Assalomu alaykum. Bugungi 7-chi darsimizda type of tushunchasini ko'rib o'tamiz. Darsimiz iloji boricha juda qisqa bo'ladi, uncha qiyin narsa emas. Bu bizga ma'lumot turlarini aniqlashga yordam beradigan narsa. Buni kelinglar kodda ko'rsatib o'taman. Type of nimaga kerak? Type of nimaga kerak degan savolga javob beramiz hozir. Birinchi o'rinda kelinglar ikkita o'zgaruvchi ochib olamiz. Number 12 va let string teng qo'shtirnoqchada 12. JavaScript yoki biz bu narsalarni qaytib farqiga boramiz. Kelinglar, ikkalovini ham konsolga chiqarib ko'ramiz. Number deyman. Numberni konsolga chiqaraman va virgul qo'yib, izidan string desam, stringni ham ikkovini bir qatorga chiqarib beradi. Xo'p, ko'ryapsiz. Demak, ikkita qiymatni chiqarmoqchi bo'lsak, orasiga virgul qo'ysak bo'lar ekan. Biz konsolga o'tamiz. Qarasak, bizda mana bu yerda ikkita qiymat chiqarib beryapti. To'g'rimi? Endi bularni qay tarzda farqiga borishni ko'rishimiz kerak. Bizda ikkita 12 bor. Yoki masalan, ikkovini bir qatorga emas, ikki qatorga chiqarib ko'ramiz. Hozir bir qatorga chiqarganimizga konsol bittasini qo'shtirnoqqa solib qo'ydi, uni qo'shtirnoqqa solib qo'ydi. Lekin agar ikkita qatorga chiqadigan bo'lsa, hech qanaqa qo'shtirnoqqa solinmaydi. Endi bu ikkovini qay tarzda farqini boramiz. Bu ikkovini biz qaytib farqiga borishimiz kerak degan savol bo'ladi. Ba'zi paytlar xuddi shunday vaziyatlar bo'ladi. Sizga bu yoqda 12 degan raqam qo'shtirnoq ichida keladi. Sizga mana bunaqa 12 kelmaydi har doim. Sizga 12 mana qo'shtirnoq ichida keladi va o'shanaqa paytda siz anglab olishingiz kerak. 12 bu narsa aslida nima bo'ladi? Aslida bu raqam emas, bu bizning string, ya'ni yozuv bo'lyapti degan maqsadda. Endi o'sha narsani qanaqa turi aniqlashimiz uchun bizga type of tushunchasi bor. Demak, numberda oldiga type of deymiz. Mana type of number. Number degan o'zgaruvchining turini konsolga chiqar deyapmiz. Qarasak, number degan yozuv chiqaryapti. Demak, type of number nima ekan? Number ekan. Mana va string ga nima deb chiqish kerak? O'ylab ko'ramiz. Albatta, string ga string deb chiqadi. Yana bir marta sinab ko'ramiz boshqa bir qiymatni. Masalan, console.log deyman. Type of deyman. Menga ma'lumot turini ko'rsat deyman. Va nima deyman? True deyman. True degan qiymatning ma'lumot turini ko'rsat. Bizga nima chiqish kerak? Pauzaga qo'yib o'ylab ko'ringlar. Men ko'rsataman. Bizga demak boolean degan qiymat chiqish kerak ekan. Tushunarli? Boolean degan qiymat chiqish kerak ekan. Demak, buning qiymati nima bo'lar ekan? Boolean. Aytib o'tganimdek, true, false bu bizda boolean bo'ladi. Xo'p, kelinglar o'ylab ko'ramiz yana bir marta. console.log deymiz. Type of undefined. Undefinedning type nima deyapti? Bu yerga nima deb chiqish kerak? Undefinedning o'zi bitta qiymati bo'lishi kerak. Men ham aniqini bilmayman, hech unaqa yozib ko'rmabman ekan. Hozir kallamga kelib qoldi. Xo'p, buning qiymati sizlar bilan birga tafakkur qilib ko'ramiz. Buning qiymati boolean emas, undefined degan qiymat bo'lishi kerak. Qarasak, bizda undefined degan qiymat chiqarib beryapti. Sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddaman. Type of demak bizga nima uchun kerak ekan? Mana bu 12 va mana bu 12 ning farqini anglash uchun kerak bo'ladi. Shu, bugungi darsimiz shu. E'tibor uchun hammaga rahmat.